Keling endi aka teparoqqa chiqing. Aka, sayohatlar qalay ketyapti? Zo'r bo'lyapti, xudo xolasa. Qarang, lekin doim joningizga teggandirlar, masalan, Yevropaga chiqaylik, Parij, Eyfel minorasiga olib boring deb. Da. Lekin Qo'qonda hozir men nima ko'rib turganimni ko'rsanglar deb o'tdi. Qarab turinglar, qarab turing. Mana tayyor Qo'qondagi Eyfel minorasiga olib keldim aka sizni, qarang. Go'zal. Juda ham zo'r. Bilmadim, bunaqa kutmagandim. Rosa qidirib keldim hozir bu joyni. Siz ham ko'rsatdingiz, manzillarni olib keldingiz, xudo xolasa. Juda ham go'zal joy. Hozir tepasiga chiqib ko'proq informatsiya beramiz, xudo xolasa. Videoni oxirigacha ko'ringlar hozir do'stlar. Keling endi aka teparoqqa chiqing. Bilasizmi, bu 21 metr ekan. Xullas, temir, hamma joyi temirdan qilingan. Bitta tikoni puliga qilingan ekan. Aka, siz Damasingizni sotib shunaqa Eyfel minorasi qilgan bo'larmidingiz? Bilmadim endi. Damasni birinchi olish kerak-ku. Mayli, siz yozib qoling. O'zingizni mashinangizni sotib, uyingizga shunaqa katta Eyfel minorasini qurib qo'ygan bo'larmidingiz? Juda qiziq-da bu. Kommentariyada yozib qoldiringlar. Haqiqatdan ham juda ham go'zal joy. Niyat qilib qo'ygan bo'lsangiz, shunaqa joyga kelish, haqiqiysini ham ko'rish niyat qilgan bo'lsangiz, like bosib qo'ying va o'sha kim bilan borish niyat qilgan bo'lsangiz, o'sha odamga jo'natib qo'yasiz bu videoni. Yuriychan qizartirib